Assalomu alaykum. Bugun uchrashuvni boshlaymiz. Uchrashuvimizga ariza bilan murojaat qilgan mamlakatdagi tadbirkor Nasibda Ma'rufjon bo'lasiz. Siz umumiy inclusive banking produkti bo'yicha ariza bergan ekan. Endi kredit olishga shartlarni tanishtirib o'taman. 3 yil muddatga beriladi. Yigitlarga 25%dan, xotin-qizlarga 24%dan beriladi. Kafillik asosida. O'shani siz bo'lmasa hujjatlaringizni mahalla bankiga topshirasiz. Mahalla bankida uni ko'rib chiqadi. Sizlarda kredit kamera degan dasturga yuklab bank boshqaruviga yuboradi. Bank boshqaruvidan ijobiy qaror qabul qilingandan so'ng siz bilan shartnomani tuzadi. Keyin kreditlarni ta'minlaydi. Kredit maqsadli ishlatilishi kerak. Avvaldan moliya tadbirkorlikda olgan bu shuni dasturda davomiysi sifatida yana o'sha yo'nalishni kengaytirish maqsadida beriladi. Boshqa odamlarda savol-javob bo'lmasa, bugungi uchrashuvimiz yakunlanadi. Rahmat, qonun bilan.